Inson shajarasi. Biz kimmiz va qayerdanmiz? Nuh alayhissalom o'g'illari o'rtasidagi buyuk taqsimotdan so'ng dunyo o'z qiyofasini topdi. Taqdiringizni tushunish uchun o'z ajdodlaringizni bilishingiz kerak. Undan somiy xalqlar tarqalgan. Bu arablar, yahudiylar va yaqin sharq xalqlarining ajdodidir. Keyinchalik aynan shu shajarada buyuk millatlar otasi Ibrohim alayhissalom dunyoga kelganlar. Uning avlodlari Afrika va Janubiy Osiyoning bir qismida joylashdilar. Ular quvvatli yer energiyasini tashuvchi qadimiy sivilizatsiyalardir. Yofas, undan Markaziy Osiyo, Yevropa va Turkiy xalqlar tarqalgan. Har bir millat nafaqat yer, balki o'zining osmon ritmini ham olgan. Masalan, Ibrohim alayhissalom avlodlari Ismoil, arablar otasi va Ishoq, yahudiylar otasi tarix kodida o'z vazifalariga ega. Ishoq orqali esa shajara Yoqub, Isroil va uning o'g'li Yusufga borib taqaladi. astroplatforma.chingiza.com saytida biz ushbu qadimiy ildizlar sizning shaxsiy yulduzlar xaritangiz bilan qanday bog'lanishini ko'rsatib beramiz. Biz sizga yaratuvchi tomonidan tuzilgan ushbu ulkan avlodlar zanjirida o'z o'rningizni topishga yordam beramiz. Inson tarixida o'z shajarangizni bilib oling. Natal kartangiz 100% aniqlikda ishlashi va hayotingizda real natija berishi uchun u qoningizdagi haqiqatga va chuqur genetik xotirangizga tayanishi kerak. Biz shunchaki koinotdagi nuqtalar emasmiz. Biz buyuk sulolalarning davomchilarimiz. Kemada najot topganlaridan so'ng Nuh alayhissalom dunyoni 3 o'g'illari o'rtasida bo'lib berdilar. Bu bo'linish nafaqat geografiyani, balki koinot va osmon bilan bog'lanishning 3 xil kodini belgilab berdi. Taqdiringizni aniqlash uchun ushbu buyuk zanjirda o'z o'rningizni topishingiz kerak. Shajarasi. Bu ma'naviyat, bashoratlar va huquqiy qonunlar beshigidir. Ushbu qudratli shajaraga arablar, yahudiylar, osuriyliklar, kurdlar va qadimgi Mesopotamiyaning barcha xalqlari kiradi. Aynan shu tarmoqda oradan ko'p asrlar o'tib, buyuk payg'ambarlar Ibrohim alayhissalom, Yusuf alayhissalom va boshqa payg'ambarlar dunyoga keldilar. Ularning merosi ilohiy vahiylarni yetkazish yo'li, taqdir belgilarini talqin qilish va dunyoni chuqur ma'nolar hamda inson orqali boshqarish qobiliyatidir. Shajarasi. Bu eng buyuk qadimiy sivilizatsiyalar, moddiyat, arxitektura va yer resurslari ustalarining shajarasidir. Bunga nafaqat Afrika xalqlari, Habashlar, Somiyliklar, Nubiyliklar, qadimgi Misrliklar, Finkiyaliklar, Barbarlar, shuningdek Janubiy Hindiston va Okeaniya orollarining tub joy xalqlari kiradi. Bu insonlar sayyoramizda birinchi bo'lib buyuk ehromlar qurishni, yer energiyasi qonunlarini tushunishni va ming yillar davomida mustahkam turadigan shaharlar barpo etishni o'rganganlar. Yofas shajarasi. Sayyoramizning shimol, sharq va g'arbini egallagan eng ko'p sonli va keng tarqalgan shajaradir. Bu ulkan iroda va chidamlilikka ega bo'lgan xalqlar oilasi. Turkiy xalqlar, o'zbeklar, turklar, qozoqlar, tatar xalqlari, qirg'izlar, ozarbayjonlar, turkmanlar, boshqirdlar va boshqa ko'plab xalqlar, Slavian xalqlari va butun Yevropaning tub joy xalqlari, Kavkaz xalqlari, Hind-Eron xalqlari, forslar, tojiklar, pushtunlar, uzoq sharq xalqlari, xitoylar, yaponlar, koreyslar, vyetnamliklar, mo'g'ul xalqlari va Amerikaning tub joy xalqlari, indiylar. Hammamiz Nuhning farzandlarimiz, lekin taqdir soatlarimiz va genetik vazifalarimiz turlicha sozlangan. Zamonaviy dunyoni boshqarish tizimlari ko'pincha ildizlarimizdagi haqiqiy qudrat bilan aloqani uzishimiz uchun bizga o'zlarining davriyligini va soxta taqvimlarini majburlab tiqishtirmoqchi bo'ladi. astroplatforma.chingiza.com saytida biz sizga shaxsiy aniqlik huquqingizni qaytaramiz. Biz nafaqat osmon jismlarining real holatini, Real Sky, balki tug'ilish kodingizga muhrlangan ajdodlar qudratini ham hisobga olamiz. Ildizlaringizni biling, o'z shajarangizni aniqlang. Shunda osmon sizga haqiqiy haqiqatni ochadi.